Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lomsiz? Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Azizlar, hozirda bizga juftliklarimiz uchun anchagina ish o'rinlari ochilgan. Rumyantsevada, bu Moskva, metrodan ko'p uzoq emas ekan, juftliklar seminni pari ishga taklif qilinadi. 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan er-xotinlarni ishga olamiz deyishyapti. 8 sota yeri bor ekan va 600 kvadrat metr pomesheniyasi. Prava bu yerga shart emas, gatovka qilish ayollar vazifasiga kirmaydi. Bularning tovuqxonasi bor ekan, ko'ryapti, kichkinagina o'zlari uchun tovuq saqlashar ekan va ikkita iti bor ekan. Bularning birinchi oyliklari 140 ming, keyin 150 mingga ko'tarib berishar ekan. Rublyovkadagi ishimiz hali yopilmadi. Kecha uy egalari yana murojaat qilishdi. 30-40 yoshdagi er-xotinlarni ishga oladi azizlar. Bu yerga prava albatta bo'lishi shart. Moskva, Moskovsk oblasti juda ham yaxshi bilish kerak va ayollar vazifasiga gatovka ham kiradi. Rus tilini yaxshi bilish kerak. Bularning oyliklari 200 ming. Krokshinida hozir ikkita ish o'rnimiz ochilgan, ikkita variant olishyapti. Yo bo'lmasa alohida помощник по хозяйству, садовник, yo bo'lmasa er-xotin deyishyapti. Masalan, Krokshinida er-xotin beradigan bo'lsak, oyligi kam uchun farzandi bilan bemalol yashasa bo'ladi deyishyapti. Ayol kishi ba'zi вызнанияda bilsa bo'ladi, lekin erkak kishi yaxshi bilish kerak Krokshinidagi ishga. Bularning oyliklari 120 ming. Variant bergan biza, lekin farzand bilan bemalol uzoq vaqtda yashashi mumkin. Agar alohida bir kishi bo'ladigan bo'lsa, sadovnik, bularning oyliklari 80 ming. Bu yerga ham hozir variant berganmiz, lekin hali yopganimiz yo'q azizlar. Krasnogorskda ham hozir ishimiz ochilgan. Krasnogorskda ishlari 150 mingdan yuqori. Lipetskda ishimiz bor. Bu yerga ko'proq sad огород ishlari. Buni birinchi oyligi 150 ming, keyin 170 mingga ko'tarib berishadi. Faqat водительский pravasi bo'lmasa ham traktorda haydashni biladigan bo'lish kerak deyapti. Ruzada hozir ishimiz ochilgan. Ruzadagi ishimizda oyligi 150 ming. Uy egalari u yerga yashamaydi, faqat выходной kunlari kelib ketishadi. Prava shart emas. Bu dachniy variant azizlar. Bu yerga variant berilgan. Ximkidagi ishimiz 150 ming. U yerga doimiy yashaydi. Erkak kishi onasi bilan yashaydi. Dam olish kunlari xotin bolalar kelib turar ekan azizlar. Novorижский shassida hozir dom работница kerak, vip garderobni bilish kerak. 40-45 yoshgacha bo'lgan opa-singillarimizni ishga oladi. 1000 kvadrat metr pomesheniyasi bor ekan. Ertalab 7:30 dan kechqurun 7 gacha. Bularning oyliklari bir kishiga, ayol kishiga 150 ming. Novoy Moskvada hozir yana sidelka ishlarimiz bor. Sidelka ishlarimizga meditsinskiy образование albatta bo'lish kerak, rus tilini yaxshi bilish kerak. Bu vaqtda 15 kun ishlanadi, 15 kun dam olinadi. Bu oyligi 15 kunda 90 ming azizlar. Azizlar, qolgan ish o'rinlarimiz haqida siz bizning Telegram kanallarimizga kuzatib borishingiz mumkin. Ertalab 10 dan kechqurun soat 7 gacha Telegram kanallarimizga ishlarimizni qo'yib boryapmiz. Telegram kanallarimiz Sayyora Sobirjonovna deb nomlanadi. Silkasini biz videolarda tagiga yuklab boryapmiz. Azizlar, ko'pchilik bizdan so'rashadi. Sadaf Travel albatta bizga tegishli. 3 yildan beri mana aviabiletlar bilan shug'ullanamiz. O'zbekistondan kelish, ketish, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston yo bo'lmasa Rossiyaning boshqa viloyatlarida bemalol biletlarni aksiyada va arzon narxlarda Sadaf Traveldan xarid qilishingiz mumkin azizlar. Telefonlarimiz 8977 967 77 97, 8977 967 50 14 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib onlayn biletlar xarid qilishingiz mumkin. Yo bo'lmasa metro Sholkskida 1 va 6 выходdan chiqasiz. Ikkita metroning o'rtasiga bizning ofisimiz joylashgan. Торговый центр Vektorda 2-etaj 21-pavilyoniga bizning Sadaf Travel ofisimiz joylashgan. Bemalol kelib ofisdan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Onlayn, offlayn biletlarni siz ishonchli xarid qilasiz azizlarim. Allohim sizni doim o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling, omon bo'ling.